Mana bu dunyodagi eng qimmat video kameralardan biri bo'lmish Arri Alexa 65. Uning narxi $150 ming turadi. Vazni esa 20 kilogramdan ortiq tosh bosadi. Bu esa oddiy inson ko'zi va u atiga 8 gram chiqadi. Lekin inson ko'zi bilan hattoki mana shunday qimmat va zamonaviy bo'lgan kameralarni ham solishtirib bo'lmaydi. Shu birgina ko'zimiz 10 million rangni ajrata olar ekan. Bu esa bizga berilgan juda katta ne'matlardan biri xolos. Sizga bir savol bermoqchiman. Suv necha darajada muzlaydi? Ha, buni hamma biladi. 0 darajada. Lekin nega inson ko'zi -60, -70 darajada ham muzlab qolmaydi? Chunki Alloh taolo inson ko'zini muzlamaydigan qilib yaratdi. Bunga sabab ko'z yoshlarimiz. Bilamizki, ko'z yoshi sho'r bo'ladi va uning tarkibidagi tuz sizning ko'zingizni muzlashiga yo'l qo'ymaydi. Bizga shunday ne'matlarni bergan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Videoni esa yaqinlarga yuborib qo'yamiz.